Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, doimiy obunachilar. Bugun men umuman boshqacha tarzda obzor tayyorlab qo'ydim. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bu video obzor menda aynan bu sohada birinchi boshlanishi. Agar kamchilik va xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, to'liq umumiy barcha ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Xo'p, yaxshi gapni cho'zib o'tirmayman. Video davomida aytib boraveraman. Danışamiz. Cherry Tiggo 2 Pro. If we're gonna be falling together forever. I just wanna know if we're gonna be falling together forever. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana mashina tashqi tarafi, old tarafi, yonboshdan ko'rinishi va orqa ko'rinishi. Endi to'g'ri tushunasiz, havo harorati issiq bo'lganligi uchun, ya'ni 45-47 gradus issiq bo'lib turganligi uchun mashinani o'chirib bo'lmaydi. Dim qizib ketadi, yoqib qo'yib, konditsionerni ham yoqib qo'yibman. Xo'p, bu mashinani endi asab bo'ladimi, qayerlari, qanday ishlaydi deb o'ylanib yurganlar uchun bo'ladi obzor. Ya'ni o'zimizni mashinalar bilan solishtirib ko'ramiz. Qayerlari yaxshi va oxirida esa sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Qaranglar. Bu tarafi kichkina linzalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu xuddi podparnik o'xshaydi. Gechdan mashinani yoqsangiz bo'ldi. Gechdan kunduz ham shunday yonib turadi. Keyin bu joyi linzavining optika fari bo'ladi. Bu joyi поворотник, katta chiroq esa gechda dalniy, ближний chiroqlarni yoqib beradi. Bu joyimiz ochiq joy, yana konditsionerniki, yana radiatorniki. Xo'p, bu rezinasi xuddi trekker hedidollar yaxshi bo'ladi. Trekkernikindeki zashitasi bor ekan. Himoya qoplama desak ham bo'ladi, rezin bo'ladi deysa, sразу bilinadi. Shu mashina tartirib ketsa bo'ladimi, yo gaz tamom bo'lib, benzin tamom bo'lib desam, yana bu joyinda xuddi Cobalt'larnikini deptirib, shu joyini ochib, qazıqchasini qo'yib, rezovani ildirib, arqon bilan, zanjir bilan tartib ketsa bo'ladi. Xo'p, keyin bu mashina bilan boshqa mashinalarni tartib ketib ham bo'ladimi desangiz, albatta uni ham iloji bor. Ina. Bu ham xuddi Cobalt'larnikine o'xshab ketadi. Şu joyi shunday plastik olinadi dan buni teyinda xuddi bir jentraga o'xshagan, jentralankina o'xshagan aylanib o'tgan arqon bilan bog'laydigan joyi bor ekan. Bunda arqon bog'lab boshqa mashinalarni tortib ketsa bo'lar ekan. Keyin enine keladigan bo'lsak, eni 1 metr 760 santimetr. Keyin balandligine keladigan bo'lsak, balandligine 1 metr 570 santimetr ekan. Ya'ni 1,5 metr. Keyin uzunligine keladigan bo'lsak, uzunasına. Uzunligi 4 metr 200 santimetr ekan. Keyin xo'p, oldi tarafini aytdik, yonbosh taraf esa shunday zashitalar bilan qoplangan ekan, xuddi trekkerlarnikiga o'xshab ketadi. Keyin g'ildirak esa 205 50 R17lik g'ildiraklar bilan jihozlangan bo'ladi. Eldam baraban bo'ladi, arkasi ham baraban bo'ladi yine. Tormoz joylari yine, tormoz tormoznoy. Xullas, benzin baki,
80, 90, 95, 100 dalış getaveradi, saylamaydi umuman. Arka taraf görünüşü. Indi görüp ötüp gitken bolsaňyza bu joyuny ham görýänsize huddy gülüş ýitir joyuny okşydy. Aslında gülüş ýitiri banda bolady. Ýene. Gülüş ýitiri banda. Hop. Bu joyunda ise zavodskoy kamerası. Zadniy urgan wagtam görüstedi on kamerası bolady. Keyin arkasyna açyş üçin ese işede kiçkine knopkası bar. Kiçkine. Azgına bassaňyza açılady. Elektron emas, albatta, mexanik bolady. Keyin bu narsani uje Spark haýdy dollar düşündi. Spark'tan huddy şundaýyn iki kaplamaly plastik bolady. Ýukary indi huddy galyn ikindiň bolady. Yelime kaplangan, beğenese polni yelim boladı. Indi de kalonkası bar eken. Beğeninde ham kalonka. Huddy arkam bilen baylangan. Çistin Spark'nikin okşak gidedi. Keyin lampochka ba yaratyş üçin taşkı zaşitası ise huddy Cobalt'nikin okşak gidedi. Buna o deseňize awariýny halatdagi uçburçak tayakçası bolady. Keyin bu iki kaplama yenen bir kaplamasını kütäriş üçin üçündeýin arkany koyulgan eken. Keyin dese zapaskesi. Hop, yine arka taraf görünüşü. Nömerlerini düşüp duruş üçün yine kiçkine lampochkalar koyulgan. Düşürüş üçün ese sekin ene düştü. Arka taraf görünüşü. Paroklary dım ajaýyp bolan paroklar, huddy sportivny kılıp koyulgan deyin. Zavodskoy özüniki. Hop, indi eldini göremiz. Bu eld tarafını açış joyi bolady. Yine eld kapotunu açış, huddy Cobalt'lankin okşap gitedi. Yine açıldı. Doğru düşünetse üzüm bilen üzüm. Keyin bir de görünüp durgan bolsa gerek, yine sarı nerse bu yukarı tartatsa tartkan vaqt açılady yine. Yine basıladı, açıladı. Keyin bunu dirap koyadığın tayakçası hidravlik hem deseňize yok, hidravlik emas. Özüne tayakçası bar yine. Bunu kapotun üzünde boladı tayakçası yine. Başka maşinlardan bir de yan başta bolaydı. Bunda üzünde boladı. Tayakçasını koyduk. Motoruna geleden bolsak, birlik turbo motor oladı. Yine motor taraf görünüşü. Hop, akkumulatoru, elektronli joyi, vozduhu. Hop, antifriz baçoku, aynalarını su sepiş üçün salınadığın su joyi. Bir de yağ salınadığın joyi. Yine eldengi motorunu görünüşü. Kapotunu düşürüş üçün ise adli üzerimiz yine okşat jayları taşabar koyaveremiz. Yine elde görünüşü. Hop. Indi içini abzor kılıştan başlayımız. Yine eşkini açılışı, eşkini berinde yine sularını ötkazmaslik üçün boşqana huddy iki kat bilen kaplangan eken. Cobalt'ta berinde bolaydy, su ötürmeydi o, suunu aynaga sirip alady on nersesi. Boşqana. Huddy maçal ekendiň bolady. Bir de iki dana kılıp kaplangan eken. İki dana. Keyin bu joyi huddy Cobalt'larnikinden su koyuş joyi, trapkalaryny, maşinany sıyradığın nerseler, xullas şu nerselerni koyuş üçün joy. Berleri kojun eken, berleri plastik, indi kol izi, bizankinde izleri kaladı-ku, bunda kalmaydı oxuyla eken. Hop. Yine bu çan tarafı görünüşü yine.
Keyin eldingi sidinani, ya'ni shofyor tarafi elektronmi desangiz, yo'q, bu mexanik bo'ladi, ina. Xuddi Gentra'nikida ina. Yuqoriga pasa sidina borib keladi ina. Bu joyi ham mexanik bo'ladi. LDR'ga suradigan esa sidinani LDR'ga surish uchun xuddi Damaznikine o'xshagan ruchkasi bor ina bir de. Yuqori ko'tarasiz, LDR'ga yetiladi. Keyin eldingi kapotni ochish uchun mana shunday narsani tortiladi, Cobalt'larnikine o'xshab. Keyin bu yerda kolonka bo'lsa, yine bu yerda ham kolonka bor. Cobalt'larda bilsangiz, shu joyinda farlarni yoqish funksiyalari bo'ladi. Bunda esa bundan bor bir dona, lekin mana shu funksiya bu bokovoyniki bo'ladi, yana qaranglar. Bokovoyniki bo'ladi. O'ng, chap, orqa, xullas bemalol ligirovkasini ishodan to'g'rilasa bo'ladi. Keyin mana bu knopkasi bokovoyni yengildan knopka bo'ladi. Qaranglar. Basamiz. Yine yengni oldi. Yana bir basamiz. Yine joyina keldi. Keyin rolni yuqoriga tushirish, chiqarish, yo'lovchi shofyor o'zini to'g'rilayacak bo'lsa, xuddi Cobalt'larnikine o'xshagan, yine buni pastga tortasiz, pastga tushirasiz yoki yuqori diklaysiz, yine pastga yuqori. Keyin mahkamlaysiz yine. Hop. O'zini poliklari boyina zavodskoy, pastki taraf ham berlari xuddi Cobalt'larnikine o'xshaydi. Bir xil Cobalt'niki bilan benzinni bakini ochish, beklash joyi. Hop, endi barına keladigan bo'lsak, bari xuddi ya qo'lda zo'tiladigan Malibu barlar bor-ku, shu bilan bir xil, shunga o'xshabroq qilingan. Patsakanlik, bir de multimediani pasaytirish, jonlantirish, zvukni o'zgartirsa bo'ladi, o'chirib yoqsa bo'ladi. Keyin avtomat korobkani ushlash joyi, bir de basadigan knopkasi, basmasa o'tmaydi, bilasiz, endi avtomat edirlar biladi. Xullas, buni joylashishi xuddi Cobalt'larnikine o'xshagan bo'ladi, PRND. Keyin bir de balandlikdan tushish uchun, ya'ni tepalikdan tushish uchun knopkasi ham bor. Bu ne uchun yaraydi desangiz, mashinani bir xil tempda saqlab turadigan narsa, ya'ni tezlikini bir xil tutib turadigan narsa bo'lsa, shuni yaqiladi, balandlik tog'dan tushish, chiqish bo'lsa, bir xil tezlikda chiqadi, bir xil tezlikda tushadi. Umuman xalaqit qilmaydi. Keyin barini aytib o'tsak edim, barini xuddi shunday qo'lbola usulda yasalgandan o'xshab ketadi. Birinchi ko'rgan odam sraz biladi. Ochib beklanishi bizada bir de knopka bo'ladi. Shunda basasan qirs ochiladi. Bir de inshodan insho'rinda knopka bo'ladi. Bunda yo'q, bu qattiq xil ekan. Nishat qo'ysangiz shunday turadi ina. Ina. Boshqalari o'xshab liqillab o'ynab qolmaydi. Nishat ochib qo'ysangiz shunday turadi. Ham dokumentlarni beri qistirib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi kir qistiradiganday, ina. Shura qistirib qo'ysangiz bo'ladi. Inshoda turadi, ina. Pravalar, dokumentlar, kichkina plastiklar, insho'rini ittirib qo'ysangiz bo'ladi. Ina. Arkasida koja, tekiz, qo'l arqayin turadi. Keyin chexolga keladigan bo'lsak, chexol ham koja, nastoящий, свежий koja. Xo'p, ina sizga o'tirgandan keyin, xo'p, eshikni ham aytib o'taylik. Eshikni 3 funksiyali ochilar ekan. Bu birinchi ko'rinishi, eng katta ochilishi shunday turadi. Bu yerda o'zining ligirovkalari bor. Birinchi katta ochilishi shunday bo'ladi. Yana bu o'rta holatda bo'ladi va oxirida esa yana bu kichikroq razmerda ochilishi yana 3 funksiyada turar ekan. Yana bu beklaymiz, beklanishi ham dim bo'shqin ekan. Bir xrustalniy bo'ladi, yana ochilish joylari, ruchkasi. Xo'p, bu qo'l bilan tutish joyi ham xrustalniy ekan. Bellarini koja, bellari plastik, ber ham endi plastik, lekin chiziladigan emas. Multimedialari rolda joylashgan bo'ladi. Yine model o'zgartirish, o'sha multimediani o'zgartirish joylari yine monitorda ko'rinadi. Xo'p, monitori menga bir joyi yoqdi. Monitorni bilsangiz, üzerimizde mashinalarda qo'ysak monitorni chiqib qoladi. Beri ozgina zazor bilan chiqib qoladi. Bu umuman chiqib qolgan emas, yine tekiz to'g'ri o'tib ketgan. Splashnoy bo'lib o'tib ketgan. Start stop knopkasi beda. Bu yanımda emas, bu yanı beklatilgan. Keyin o'zbekcha yozuvlar bilan yozilgan, yana kim ko'rib turgan bo'lsa, yana kirish uchun o'ngga, yoqish uchun chapga yana til o'zbekchaga qo'yilgan. Xo'p.
hali to'liq ma'lumotga ega emasman. O'zim bilganimcha ko'rsatib turibman sizlarga. Bu yerda avariyniy knopkasi. Keyin bu 2 4 5 dona funksiyasi esa yanib turgani yo'q monitor bilan. Bu o'chirsangiz ham ina. Uje ko'rinib turadi uni, naklenka deydi-da. Saatni ko'rsatib turadi shundan. Keyin aynani siradon joyi bizada bilsangiz yuqori ko'tarasiz. Yuqori ko'targandan keyin skors jonlanib boraveradi. Bunda naborot unda emas ekan. Yuqori bir ko'tarib olsangiz bir marta siradi. Pasa naborot bir skors, 2 skors, 3 skors jonlanib ketaveradi ina. Shu durgan holatda bir yuqori ko'tarsangiz bir marta sirar ekan. Keyin svet yonish joyi esa imbeda bo'ladi ina. Shunday uslubda yakaladı. Albatta lyuki bor. Lyuki mexanik bo'ladi ina. Buni bir bosgandan keyin o'zi tortib oladi. Ina. O'zi tortib oladi. Buni tortsangiz yana avtomatik o'zi tortib oladi. Ina. Bir kichkina ruchka sesi ina qisib turadi ina. Ina ilindi. Xo'p, keyin bunday chiziqlari yonib turadimi desangiz, yo'q, bu yonmay turadi, o'zi shunday turadi. Xo'p. Keyin aynasini tushirib chiqarish funksiyasi 2 marta bossangiz polni tushar ekan, ina qaranglar. 1 2. Ina polni tushdi. Lekin yuqori ko'tarish esa uning deyin jihozlanmagan ekan. O'zlaringiz polni ko'tarsangiz bo'ladi. Keyin bu bir aynada bormi, faqat shofyor tarafdami desangiz yo'q, bu orqa tarafidan men hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, endi o'ng yon tarafini tushiramiz. Buni ham 2 marta bosamiz, polni tushadi ina. 2 marta bosdik, ina polni tushdi. Xo'p, keyin buni skorsini o'zgartirsak, buni yoqamiz. Bu yerdan ko'rinib turadi multimediyadan ina. Sidinalarni qizisham bor, sovisham bor. Tak, sidinaniki, embeda ekan sidina. Yana sidinaniki. 2 skorsi bor, embedam 2 skorsi bor ina. Bu o'ng tarafniki, bu chap tarafniki. Hop. Multimedia aytib o'tganimizdek roldan bor, rolda birdan boshqarsangiz bo'ladi ina. Keyin bu joylar ham plastik indi, plastik, lekin qo'l bilan iz xamidon plastik ekan. Ya'ni qirilsam, chizilsam hech qanday ina qolmaydi. Keyin bar doğrusunda bir de zaryadchi qo'yadigan joyi, ya'ni uzaytiroq zaryadchingizni simini akkalib diqsangiz, barin aryanda zaryadga qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda esa radar, antiradar, boshqa shunday narsalarni qistirsangiz bo'ladi. Keyin qo'l tutadigan joyi qo'l tutish joyi yuvarsangiz, Cobalt lankini ostan boradi-ku. Bu ham ostarroq qiladigan etsa bo'ladi, lekin bu tez qiladigan etib qo'yilgan ekan, ina. Xuddi Cobalt lankini tezlashtirilgan variantida, ina. Tez boradi. Xo'p. Menimcha hozircha aldi tarafini polni ma'lumotlari shu, hamma ko'zima ko'ringan narsalarni aytdim. Endi orqa tarafini o'tamiz. Arka tarafını ötemiz. Hop. Hazır ben bir adam 3-4 adam işet oturadı. Şunu görecek ben. Sidine polni arka koydum yine. Sidine polni arka gitken. Şimdi açılışan boşkuna. Yine. İşkini bekledik. Yine ben oturganım shunday bo'ladi yine. Boshqalar oturgandam shunday bo'ladi yine. Ayaklarım hiç qanday halakatda turganim yo'q.
Özüm. Xalastoy oturğanım şunday. Indi azgana deyip turtda, udum boş deyip turtdu. Lekin qısqa masafa barıp sıraz düşədən olsam, yine şunday görünüşdə boladı. Keyin barını teyindəm şunday nərsələrini, yəni yol alçan bir-iki vəclərini qoyub getsə boladı. Uzaq yolan bemalal boladı. Xo'p, yine arka taraf görünüşü. Yine arkadan elde tarafını görünüşü yine. Bam xuddi Cobalt-Lankina o'xshab bo'shgina, lekin tez boradi. Bo'sh, lekin tez boradi yine. Beshilkalar ham bayna. Bir de bir dana, bizaninkinde bir dana bo'ladi. Bunda esa 2 dana bor ekan. Birinden bor beshilka. Hop, keyin qo'l tutish joyi bir de bir narsani bildim, 2 dana bor ekan. Bir de bir dana, bir de bir dana ekan. Kime o'ng'aylab bo'lsa, shunday etib tortib olsam bo'ladi. Kimedir bu o'ng'aylab bunday etib tortadi, kimedir bu. Bellar ham xrustalniy. Keyin boshqa üzerimiz mashinada faqat elde tarafında shunday suv qo'yadigan, trapkadan qo'yadigan narsalar bor edi, shunday ochiq joyi. Bunda esa arka taraflarından bayna. Bunun ham ochilishi xuddi eldingina o'xshab 3 funksiyalar bo'ladi, 3 rejimda yine. Birinchi duruşu, ikinchi duruşu ve üçüncü duruş yine. Şamaldan beklenip açılıp gitmeydi yine. Katlı duradı yine. Joyini onlaşıp durdu. Bekleneceğim. Yumuşak kına beklenedi. Bu arka taraf görünüşü yine. Hop, hurmatli do'stlar, endi mashinani test drive etib ko'ramiz. Mashinani yine yakıp koyupmiz konditsioner bilan. Hop, zadniya urdik. Zadniyda yine arka görünüşü yine. Dedim, O'zbekcha yozuvlar bilan iltimos, xavfsizlik uchun teskari muhitga e'tibor bering. Shu kameraga yaxshilab qarang orqaga deb turibdi-da. Hop, yine rolni o'ngga alsak, taxminan nera borisham chiziqlari bilan ko'rsatilgan bo'ladi. Yine o'ngga aldik. Endi sekin chapa burdik. Yine chapa bursak, shunday görünüşdə chiziqlarni chizib beradi. Endi dığa koyamız. Yine dığa koyduk. Hop. Hem yine bir yerini bildim ben. Tezleşkenden keyin darrov avtomatik mashinani o'zini qulflaykan, ham keyin reminni tarting degan shunday signaldan ber ekan. Bu başka mashinalardan endi sekin-sekin qo'yilib boshlayotir. Tartishi lekin вообще zo'r. Va turbo motor. Endi necha sekundda 100 ga chiqadi uni bilmayman. No, lekin ajoyib. Chiziqlari bilan qo'yilgan. Endi test drive ham dim katta joy yo'q, o'zini poligoni kichkinaroq hammer mashina bo'lgani uchun. To'g'ri tushunasiz. Qancha masofa borligini ham monitor orqali ko'rib tursa bo'ladi. Xullas yine test drive ham qildik. Hop, hurmatli do'stlar, yine mashinaning kiliti ilgan vaqtimda esa bir signal bilan bakoylari kiritilib ilinadi. Ochilganda esa signalsiz bakoylari shunday yana o'z joyiga keladi. Xullas, hurmatli do'stlar, sizlarga yetarlicha o'zim bilganimcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Endi bu anasına doğru tushunasiz, men bir o'zim bo'lgandan keyin o'zim bilan o'zim xo'sh, siz nechik fikrdasiz? Ushbu mashinani sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi? O'zingizniki bilan sizni haydab yurgan mashinangiz bilan solishtirib ko'rdingizmi? Qanday funksiyalari to'g'ri keldi, qanday funksiyalari esa siznikine sal o'xshamadi. Xo'p, bahosini keladigan bo'lsak, hozir naqd bahoda 175 million so'm ekan. Vaqtida 1 yil burun 200-210 milyon naqda kreditam satılgan. Lekin hozirgi bahosi
175 milyon ekan. Ya'ni iyundagi bahosini aytib turibman sizlarga. Funksiyalarni gördük sizlar bilan. Hali o'zim ma'lumotlarni ko'rdim, lekin polni tayyor bo'lmayin. Qisqa vaqt og'a iltimos sal ertaroq aytib bering deganlar uchun boshqa bu mashinani sotib oladigan, buni test drive qiladigan yo'lovchilar ham, klientlar ham tutib turmayin dedim doğrusu. Xullas, sizlar bilan polni obzorini qildik. Qo'ldan kelgancha to'g'ri tushunasiz. Kamchilik va xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Sizlarga qanday joylari yoqdi? Bu mashinani sotib olishga arziymi, yo'qmi? Motorini aytdik, birlik turbo motor. Taxminan 105-103 mi shunday ot kuchini ega. Rasxotuna keladigan bo'lsak, taxminan bir 5-6 litrlar atrofida. Keyin metan o'rnatsa bo'ladimi deganlar uchun albatta o'rnatsa bo'ladi. O'zim ko'zim bilan ko'ryapman o'rnatganlarni. Keyin propan ham o'rnatsa bo'ladi. Hamma narsalari umuman jaydari mashina xullas. Libboy yerda, libboy sohada shug'ullantirsangiz bo'ladi mashina. Xo'p, qo'ldan kelgancha obzor qilib berdim. Sizlarga yoqdimi yo'qmi bilmadim. Keyingi mashinani qanday bo'lishini sizga kommentariy orqali yozib qoldirsangiz bo'ladi. Va eng ko'p like yig'nagan kommentariyada mashinani qo'ldan kelgancha sizlar bilan obzor qilib beraman. Hozircha shu, sog' bo'lasiz.